Assalomu alaykum, hurmatli bizni doim kuzatib boruvchi tinglovchilarimiz. Yana yangi darsimizda uchrashib turganimdan xursandman. Navbatdagi darsimizda oldin entry Arduino darsimizda o'rgangan yana bir qiziqarli sensorlarimizdan biri Air pult sensorimiz bor edi. O'shani xuddi shuni demak Raspberry Pi Pico yordamida qanday ishlatish mumkinligi haqida ushbu darsimizda o'rganamiz. Demak, darsimizni boshladik. Xo'p, ushbu darsimizda avval jihozlarni qanday kerakli jihozlarni to'plab olamiz. Undan keyin sal qisqacha ma'lumot va asosiy ishimiz demak qanday ishlatish kerakligi haqida demak darsga o'tamiz. Xo'p, avvalo demak yonimizda albatta yaxshi kompyuter bo'lishi kerak. Ishlatishimiz uchun Raspberry Pi Pico qurilmasi Air pult sensorimiz mana bu yerda e'tibor bering. Moduldan ham foydalansangiz bo'ladi yoki o'zini modulsiz variantini ham foydalansangiz bo'ladi. Air sensorini pulti albatta kerak. Maket platasi, LCD display iloji bo'lsa demak simlardan qiyin bo'lmasligi uchun bu joyda AX moduldan ham foydalangan ma'qul. Ya'ni PKF 8475 moduldan ishlatamiz va ulash uchun simlar va konverter kerak bo'ladi. Demak, o'tgan darsimizda, ya'ni entry Arduino darsimizda bu haqida ma'lumotga bergan edik, ko'proq, to'liqroq. Qisqagina, demak, ko'p to'xtalmasdan qisqagina ma'lumot berib o'taman. Bu qanday ishlashi haqida va qanday sensor haqida. Bu juda hayotimizda juda ko'p ishlatiladigan pultlardan biri. Demak, hamma deyarli avtomobillarda, darvozalarda, televizorlarda, konditsionerda juda ko'p ishlatadigan pult hisoblanadi. Bu robototexnika uchun mana bu pultimiz juda ommalashgan. Universal pult robototexnika uchun. Qolganda uyimizdagi pultlar ham xuddi shunday prinsipda ishlaydi. Ishlash prinsipi deyarli hammasiniki bir xil. Xo'p, qanday ishlaydi? Ishlash oddiy. Buni pultning ichida demak maxsus mikrosxema bor, mikrokontroller bor. Bu demak qaysidir tugmacha bosilganda ma'lum bir signalni, ya'ni yorug'lik signalni, o'zidan yorug'lik chiqaradi, diod, yarim o'tkazgich diod. Yorug'lik signallarga aylantirib ma'lumot uzatadi. Ya'ni bu yarim o'tkazgichga jo'natadi ma'lumotni. Bu ma'lumot demak yorug'lik orqali o'rtada infraqizil nurlar yordamida ikkinchi modulga demak yoki air sensorga yetib boradi. Bu sensor o'sha xuddi shu sensorni demak kelayotgan ma'lumotlarni olib, qabul qilib, uni ikkilik sanoq sistemasida yoki o'nlik sanoq sistemasida signallarga aylantirib, demak bu joyda Pico'ga uzatadi. Raspberry Pi Pico mikrokontrollerga uzatadi. Xuddi shunday ma'lumot. Demak, har xil ma'lumot jo'natish mumkin. Demak, bu yerda tugmachalar bosishiga qarab har xil yorug'lik demak to'lqinlardan uzunlikda jo'natishi mumkin. Shu to'lqin uzunligiga qarab bu yerda qaysi qanday ma'lumotni qabul qilishi ham mumkin. Ishlash prinsipi xuddi shunday bo'ladi. Oldingi darslarimizda chuqurroq o'rgatgan edik. Buni faqat yana yodingizga solishga harakat qildim. Keyingisi demak asosiy qiladigan ishimiz qurilmani umumiy yig'ishimiz kerak. Bizga nima kerak? Bizga albatta qurilmalar kerak. Bizda mana qurilmalarimiz bor. Bu yerda Raspberry Pi Pico asosiysi, bu yerda bizda moduldan emas, demak sensorning o'zidan foydalanamiz. Demak sensorning o'zidan, keyin konverter, uni ishlatish uchun pult va albatta uni natijasini, realniy natijasini ko'rish uchun LCD displeydan foydalanamiz. Orqasida moduli kavsharlangan maket platasi bilan bog'lab ishlatib ko'ramiz. Demak, yig'ishni boshladik. Xo'p, birinchi qismi demak eng qiyin qismidan boshlaylik. Vaqt oladigan eng qiyin qismi bu albatta LCD displeyda ozgina ulanishda konverter bilan bog'lashimiz uchun ozgina demak murakkabroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi murakkabidan boshlaymiz. Demak, mana qora simlarimiz bor, qora, qizil VSS-ga ulaymiz. Bu siyoh rang, qora, oq va kulrang. Demak, qora rang va demak siyoh rangimiz bu iste'mol kuchlanishiga va SD va SKL ga esa demak umumiy konverterga boradi. Konverterni demak qaysi tomonini ixtiyori o'zingizga demak qulay tomonini olishingiz mumkin. Hozir boshdan high tomoni doim LCD displeyga ulangan bo'lishi kerak.
umumiy bitta demak bu joyda mana minusga beramiz. Mana bu joyda teskari holatda bo'lishi kerak. Keyingisi VSS'miz bu joyda 5 volt. SKL'imiz bu yerda berilgan SKL'imiz demak 3-ga bog'langan. Masalan 3-ga bog'langan. Bu yerda esa S'da 3-ga bog'langan ekan. S'da 3-ga SKL HV 4-ga bog'langan konverterimizning chiquvchi yuqori kuchlanishiga. Xo'p, keyingisi. Keyingi qismimiz. Demak, bu joyda demak pastki low kuchlanishdan ikkita 3-chi va 4-dan demak chiqadiganimizda umumiy bog'langan. Demak 18-chi va 19-chi GPIO pinlarga bog'langan. Demak 18 bu joyda LV deymiz. 18 bu joyda SDA. 18 SDA. SKL esa 19. Mana shu joyga e'tibor bering. Bo'lmasa demak dasturiy tomondan ishlamay qolishi mumkin. Keyingi qismimiz demak umumiy kuchlanish beramiz. Bu joyda demak umumiy kuchlanish berilgan. Bu air sensorda ham demak ulanishi bor ekan. Air sensorimizda. Air sensorimizni olib olsak ham bo'lar ekan. Hozircha olib keyin pin simlarini keyin bog'laymiz. Demak, xo'p. LCD displeyimizda umumiy demak GPIO pinlariga va konverterga bog'landi. Ana endi bu joyda demak sensorimizga, air sensorimizga kuchlanish berishimiz, keyin va signallar qabul qilishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu joyda minus oyog'i, o'rtadagi oyog'i, demak minus oyog'i ground bo'ladi. Demak o'rtadagi oyog'i ground. Mana o'rtadagi oyog'ini bog'laymiz groundga. Bu joyda demak qabzga qarab turgan tomonida demak plus yoki VSS bu asosan 3 voltga ham ishlaydi, 5 voltga ham ishlaydi. Bizda esa GPIO pinlarimiz 3 volt chiqaradi, demak bizga 3 volt ham yetadi. Demak, bu joyda VSSni demak 5 voltga ulashingiz sal xavfliroq bo'lishi mumkin. Konverter orqali ulashimiz kerak. Shuning uchun bu joyda 3V ga ulashingiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni 3 voltdan berib umumiy 3 volt bilan demak ishlatib GPIO pinlarimizga zarar bermaydigan demak holga ulashimiz tavsiya qilinadi. Shuning uchun GPIO pinlarga demak Piconing pinlaridan chiqishi 3 volt bo'lganligi uchun bu joyda demak signalimizni ham 3 voltga ulaymiz. Demak umumiy 5-pinimiz 1 2 3 4 5-pinimiz boradi. Mana boradi. Demak VSS tomoniga ulanadi. Mana shunday ulanishi. Ana keyingi qismi signal simi bor. Signal simimiz esa oxirgi demak 3-oyoqchamiz, bo'shdagi 3-oyoqchamiz signallari bu 17-chi GPIO piniga ulangan. Demak o'rtada ground qolib 17-chiga ulaymiz. Mana. Ana endi demak to'g'ri uladik. Keyingi qismimiz bu joyda demak konverterni bog'lashimiz kerak. Konverterga birinchi 3 volt beraylik. 3 volt berishimiz uchun bu joyda hozir xohlasangiz bu yerdan 3 volt yoki bu yerda sensordan ham 3 volt berishingiz mumkin. LV degan joyga demak 3 volt beramiz. Groundga umumiy ground beramiz. Groundga ham umumiy ground beramiz. Mana. Yana bitta demak yanada qismimizda umumiy HV qatoridagi groundga ham bog'lang. Demak
keyingisi 5 voltni demak HV qatoriga 5 voltni beramiz. Keyingisi demak ikkalasiga umumiy ground uchun va 5 volt uchun VBUSga ulaymiz. Groundni xohlagan joyimizdan o'zimizga qulay groundni tanlab, xohlagan groundni tanlab, yonidagi grounddan olamiz mana. Demak, umumiy sensorimiz, qurilmalarimiz demak bog'landi. Pultimiz, sensorimiz ishga tushirishga tayyor. Demak, buni ishlatib ko'ramiz. Buning uchun demak, Piconi bog'lashimiz kerak. Demak, to'g'ri ulandi. LCD displeyimiz yondi. Xo'p, dasturiy qismiga o'tamiz. Dasturiy qismi. Hop. New editorga kiramiz. New editordan demak, bu joyda dasturiy qismiga o'tishimiz kerak. Xo'p. Pico'mizni uladik. Pico ulangan mana. Ana endi yangi fayl ochamiz. Yangi faylga dasturni yozishni boshlaymiz. Xo'p, qanday yozish kerak? Avval bu dasturni ishlatish uchun, pultda demak, bu pultlarda har bir ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan o'zini maxsus chipning ichiga demak, maxsus kodlangan tizimi bo'ladi, o'rnatiladi. Ya'ni har bir signal uzatilayotgan signallari, demak, mikrokontroller ichidagi signallar qandaydir raqamlar yoki belgilarni uzatadi. Shu belgilarni dasturini demak Pico yoki Arduino va hokazo bo'lgan mikrokontrollerga yuklab olib, demak, o'sha chipning qaysi raqamiga kelayotganiga qarab aniqlash mumkin. Buning uchun bizga kutubxonalar kerak. Pico uchun ham bu universal kutubxonalar mavjud. Ya'ni sizda qanday pultlar bo'lishi mumkin. Har qanday pultlarni ishga tushirish uchun o'zini ishlab chiqaruvchining kutubxonalari mavjud. Masalan, Samsung'niki, Philips bo'lishi mumkin, televizorlarning Arcel bo'lishi mumkin va hokazo. Qandaydir firmadan pultlar ishlab chiqarilyaptimi, demak, o'sha ishlab chiqarilgan pultning o'zining alohida raqamlari kutubxonasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni qandaydir raqam yoki son yoki belgi uzatadigan shifrlangan kodlar tizilma demak o'rnatilgan hisoblanadi. Ichidagi kodlarni bilishimiz uchun albatta uni ishlatishimiz uchun kutubxonadan foydalanishimiz kerak. Bu kutubxona uchun universal kutubxonamiz bor. Biz uni demak fayllarga kirsangiz, demak umumiy New editorning ichida Picolib kutubxonasining ichida ikkita demak kutubxonamiz bor. Birinchi kutubxona NIC kutubxonasi. Bu demak asosiy ishlatadigan kutubxona. Mana NIC kutubxonasini allaqachon men unutganman, lekin siz ham buni yuklashingiz kerak. Ya'ni kutubxonani Piconing ichiga joylashtirasiz. Keyingi qismi esa bu yerda RRX, ya'ni bu kutubxona to'g'ridan-to'g'ri o'zi ishlamaydi. Uni ichidagi ba'zi bir klasslar, kutubxonaning ichidagi klasslar va obyektlar kerak bunga uchun NICga. Demak, RRX ni ham buni bir vaqtimizda ikkita faylni o'rnatib oling, ya'ni qaytib o'rnatish kerak xotirasiga. Demak, ikkala fayl yuklangandan so'ng ana endi o'sha fayllardan foydalanib ishlatishimiz mumkin. RRX faylni ishlatmaymiz, lekin NIC uni ichidan ishlatadi. NIC fayl ishlatadi. Shuning uchun RRX biz faylni faqat yuklab qo'ysangiz yetarli. Uni o'zining ichidagi obyektlarni o'zi alohida chaqirib ishlataveradi. Faqat NIC kutubxonasini o'zini chaqirib ishlatamiz. Birinchi kutubxonalardan boshlaymiz. Demak, birinchi LCD displeyimizni chiqardik. Mana LCD displeyimizni ishlatishimiz uchun Pico Zero kutubxonasidan foydalangan edik. Ya'ni from deymiz. Boshlaymiz dasturni tuzishda. From deymiz. Pico Zero import qilamiz. Bizda iX display protokol bilan ishlaydigan demak modul bo'lganligi uchun, driver bo'lganligi uchun demak bizga iXC LCD degan obyektni ishga chaqiramiz. From deymiz. Mana endi keyingisi
Bu kutubxonalarni ishlatishimizda biz MicroPythonning ichidagi mashina pinlaridan ham foydalanamiz. Ya'ni mashina kutubxonasining ichidagi pinlardan foydalanamiz. Demak, pinni ham chiqarib olamiz. From deymiz mashina import. Demak, bu joyda pinni o'zini chiqaramiz. From deymiz. Keyingi qismi yana qanchadir soniyalarda ishlatishimiz uchun bizga vaqt modulini ishlatishimiz uchun demak from deymiz time ichidagi import sleep chiqaramiz va nihoyat hozir yuklagan faylimizni ichidagi demak bizga obyektni chaqirib olishimiz kerak. Demak import qilamiz. From deymiz Nike degan mana Nike faylni jo'natgan edik. Import qilamiz. Uning ichida shunaqa obyekt bor. Katta harflar Nike pastki chiziqda 8. Bu aynan biz ishlatadigan, bizga kerakli bo'lgan demak obyekt hisoblanadi. Bu obyektni chaqiramiz. Ana endi birinchi LCD displeyimizni uladik. LCD displeyimizni qayerda qanday pinga bog'langanimizni ulaymiz. 18-19 pinga bog'laganmiz. U demak i2 protokolining GPIO pinida joylashgan jadvali bo'yicha birinchi indeksda turadi. Ya'ni 0-chi deymiz, birinchi indeksda turadi. Shuning uchun from deymiz, bitta o'zgartirish jasaymiz. LCD masalan, pin deymiz, ichiga sozlaymiz. i2 LCD deymiz. Ichidan demak birinchi indeksini kiritamiz. Hozir biz 18-19 pin GPIO pinlar birinchi indeksda joylashgan. Demak birinchi SQL'dagi 19 virgul va 19 va demak SDA niki esa 18. Mana pinlar ulangan. Mana endi mana uladik. Keyingi qismimiz bu joyda qayerdan qanday demak buni ichida biz kodlar bor dedik. Kodlarni qanday aniqlab buni ishlatib olamiz. Biz qanday kodligini bilmaymiz. Buni kodini chiqarish uchun bosganimizda buni kodini biz monitorda, ya'ni yoki LCD displeyda yoki terminalda yoki bir varakasi ikkalasiga ham ishlataylik. Chunki biz buni haqida ishlatish haqida darslarimizda juda ko'p ishlatdik. Demak, ikkalasini ham chiqarsin. Buni aynan necha bosayotganimizda, qanday ichida kodlarini demak bilish uchun. Nima qilamiz? Bitta demak funksiya chaqiramiz. Demak callback degan funksiyani chaqiramiz. Demak def deymiz, ishlatamiz. Def deymiz, demak callback funksiyasi mana ichiga demak o'zini ichidan demak argumentlar bor. Argumentlardan airbit, bu joyda airbit bu demak ichidagi kodlarning demak airbit bu pultning ichidagi raqamli kodlar, shifrning ichidagi kodlar hisoblanadi. Keyingi kodlardan va qo'shimchalari alohida adr va trail qo'shib kiritamiz. Funksiyadan keyin 2 nuqta. Xo'p, buni ichida airbitning ichida demak buni shifr kodlari mavjud. Bu kodlarni har xil kod chiqarishi mumkin. Ya'ni har xil shifrdagi kodlar chiqadi. Qaysi tugmani bosishingizga qarab. Lekin bu e'tibor bergan bo'lsangiz yorug'likda ishlaydi, o'zidan yorug'lik chiqaradi. Agar buni kodlash tizimida boshqa kod, ya'ni boshqa yorug'lik berishingiz ham mumkin. Qizil nurlar ko'p. Qizil nurlardan infraqizil nurlardan bersangiz, u boshqa kod sifatida ham o'qishi mumkin, mantiqan o'ylab qaraganda. Haqiqatan ham bunga boshqacha yorug'lik berilganda yoki yorug' bo'lganda o'zidan boshqacha ranglarni ham yoki boshqacha belgilarni ham, boshqacha raqamlar ham hosil qilishi mumkin. Bizga aynan buni ichidagi raqamlarni hosil qilib chiqarish kerak. Buning uchun demak bitta shart bajarish kerak. Airbit haqiqatan ham aynan shuni ichidagi kodlarga tegishlimi deganini chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu demak ranglar cheksiz, juda cheksiz. Cheksiz ranglarning ichidan faqat bizga kerakli ranglarni demak uzatadigan, pult uzatadigan kerakli ranglarni chiqarishimiz kerak.
Buning uchun airbitimiz cheksiz bo'lmasligi kerak. Cheksiz bo'lmasligi kerak. Cheksiz sonlarni qabul qiladigan bo'lsa, demak ishlamasligi kerak. Faqat cheksiz bo'lmagan sonlarni qabul qilsin. Bu degani xo'p, if deymiz, agar airbit mana airbitimiz cheksiz bo'lmagan sonlarni kiritsa, demak bu degani undov bilan teng degani -1. Bu degani cheksiz son bo'lmasligi kerak degani. Cheksiz sonlar, ya'ni boshqacha sonlar bo'lishi kerak emas. Cheksiz bo'lgan sonlar kerak emas degan. Boshqa ranglarda keladigan hosil bo'ladigan raqamlar kerak emas degan ma'noni anglatadi. Ana undan keyin bo'lganda biz e'tibor bering. Print deymiz. Biz natijada chiqarish uchun print mana pastki chiziq bilan qo'sh tirnoq ichida, demak, ichidagi airbitni chiqarsin. Hozir mana airbit o'zi nimaligini bildik, va airbit ichida kodlar jamlanmasi dedik. Demak, airbitni chiqarsin. Mana airbitni chiqarsin. Qancha soniyada? O'zingiz ixtiyoriy soniya qo'yishingiz mumkin. Masalan, qancha soniyada ko'rishingiz, 1 soniya, 2 soniya, 3 soniya va hokazo, yoki soniyani ko'rsatmasingiz ham mumkin, ixtiyoriy. Demak, qanchadir 0.1 soniya. 0.1. Slip qo'yish kerak edi. Adashib ketdik. Bu yerda demak f deymiz. F'ni tag printdan keyin demak slip demak 0.1. Endi tekshirib ko'ramiz. Buni tekshirish uchun, ishlatish uchun hali biz faqat pultni qayerga, demak, qanday ishlash haqida ma'lumot berdik, lekin qayerga qanday ulaganlik haqida demak ulanadi. Buni ulashimiz uchun demak alohida, demak dict funksiyasidan tashqarida air deymiz. Pinlar joylashgani bo'lsin. Teng bo'lsin, mashina pinni chaqirsin. Uning ichida biz 17-pinga ulagan edik. Demak 17-pinimiz ulandi. Bu o'zi 17-pin qanday pin? Bu kiruvchimi, chiquvchimi? Ya'ni input output. Bu demak o'zidan signal olyapti. Demak qabul qilyapti, n bo'lyapti. Demak bu pin n kiruvchi, demak turga mansub. Demak n bo'ladi. Endi make funksiyani obyektini chaqiramiz-da, ishlatamiz. Make funksiyasini chaqirish uchun demak air deymiz. Masalan, nick katta harflar bilan 8. Mana obyekti. Bu demak bu ichiga birinchi bu pinning kirishi va qanday turiga mansubligi va qandayligi joylash, ya'ni air pinni kiritishimiz kerak. Air pin. Keyingisi funksiyani ishga tushirsin. Bu funksiyani callback funksiyasini ishga tushirsin. Callback. Funksiyani ishga tushiradi. Demak bu pinni birinchisi, demak pin joylashini va o'sha aynan bu ishlatadigan funksiyani ishga tushiradi. Boshlashni bosamiz. Demak mana ekran chiqdi, bizda yonib turibdi, lekin bizda hozir terminaldan chiqarib ko'ramiz. Mana 69 bosdik. Chni bosganimizda 69 chiqyapti. Minus chni bosganimizda. Privni bossak esa 68 chiqyapti. Volni bosadigan bo'lsak 7 chiqyapti. 100 ni bossak 25 chiqyapti. Demak bu raqamlarning ichida, demak bu belgilarning ichida boshqacha kodlar mavjud. Boshqacha kodlar mavjud. Demak aynan bizdagi kerakli narsa bilan bizdagi kod, demak dasturlardagi pultning demak belgisi bilan dasturning ichidagi kodlar to'g'ri kelmas ekan. Demak to'g'ri keltirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bitta ro'yxat tuzib, buni haqiqatan ham shu kodlar shunaqa, shu raqamga shu raqam tegishli yoki teng degan ma'noni anglatadigan bitta ro'yxat kerak. Buni to'xtatamiz. Ro'yxat kerak. Ro'yxat qilish uchun demak boshqa funksiyani oldidan bitta ro'yxat tuzamiz. Bu ro'yxatni demak har birini bosib, bu demak ch 69 ekan, vol yoki priv nima bu joyda demak 68 ekan, minus yoki 100, bu yerda 25 ekan, minus 100 ekan degan va hokazo shunaqa har birini alohida demak qo'yib chiqmaymiz. Unga ko'p vaqtimiz ketadi. Shunchaki tayyorini yozib chiqamiz. Men buni oldindan demak sinab tayyorlab ko'rdim. Shuning uchun tayyorini
sinab ko'ramiz. I deymiz. Dict. Mana funksiya bitta nima yasaymiz? Ro'yxat yasaymiz. Teng ro'yxatning ichida demak figural qavs ichida yozishni boshlaymiz. Demak, ikkala ro'yxat aralashgan ro'yxat. 68imiz mana bu joyda 68,2 nuqta. Demak, qaysi bizdagi demak kompyuter demak dasturdagi ichidagi 68 raqami qaysiga teng edi? Chi deydi. Demak, bitta chi deb yozamiz. Minus. Chi minus. Bu degani 68 teng chi belgisiga degani. Bizdagi pultga chiga teng bo'ladi. Agar bizga terminalda 68 emas chi deb chiqaradi. 68 emas chi deb chiqaradi. Hozir bizda esa 68 chiqayotgan edi. Keyingisi virgul deymiz. Keyingi ro'yxatimiz ikkinchi qatorimiz mana chining o'zi. Chining o'zi 70. Buni sinab ko'rib ham o'zingiz alohida ro'yxatga yozib, daftarga yozib yoki varaqqa yozib, demak o'zingiz ixtiyoriy bu joyda ishlab chiqish tanlab olishingiz ham mumkin. Demak, chi bo'ladi. Qiziqarliroq bo'ladigan bo'lsa agar vaqt yo'qotmaydigan uchun men alohida ro'yxat tuzdim. Demak, o'sha ro'yxatga qarab buni raqamlarini to'g'ri joylashtirib chiqamiz. Demak, 71. Mana 71dagi bu joyda demak chi plus. Mana virgul. Demak, qo'yaylik. Mana shunday qilib takma-tak chiroyli yozib harakat qilaylik. 68 bo'ldi. Demak, 69-chi bo'ladi. Birinchi 68 emas. 69 ekan ro'yxatim bo'yicha. Demak, 68 bu joyda 68 ikkinchi qismi 2 nuqta deymiz. Bu joyda priv. Ikkinchi qatordagi ro'yxatimiz priv bo'lyapti. Demak, priv katta harf bilan yozsangiz ham bo'ladi yoki kichkina harf bilan yozsangiz ham bo'ladi agar sizga bunaqa qulayroq bo'lsa. Demak, o'zingizdagi matnda demak chiqarish imkoniyatingiz bu yerda belgilashingiz mumkin qanday yozuvda chiqarishingizni. Demak, 64 2 nuqta. Xo'p, 64-ichiga bo'lyapti next. Keyingisi 67. Demak, bu joyda play, ya'ni boshlashni xohlasangiz, demak o'zbekcha nom qo'yishingiz mumkin. Demak, keyingisi 3-qatorda 7, masalan 7 minusida. Demak, chiziqcha minus chiqarsin. Mana, minus yoki nomi vol minus deb qo'yishingiz ham mumkin yoki minus deb qo'yishingiz mumkin. O'zingizga qulayroq, ixtiyoriy. Demak, pultga qarab nomini ham o'zgartirish mumkin. Masalan, 21 keyingisi 21 ekan. Keyingisi 21. Demak, vol plus. Mana vol plus. Keyingisi masalan 9 ekan. 9 ro'yxatimizda e qo'y. Mana virgul. Keyingisi 22. Bu joyda 22imiz 0 ga teng. Demak, raqamni o'zini chiqarsin deydigan bo'lsak, bu joyda biz e'tibor bergan bo'lsak, shu paytgacha demak faqat aralash bu joyda aralash ro'yxat bo'lganligi uchun, ya'ni butun son ham, haqiqiy son, integral sonlar ham, string sonlar ham ichiga kirib ketadi. Bu hozir matnli ko'rinishdagi sonlar edi. Matnli ko'rinishda chiqarayotgan edi. Endi bu raqamlarni esa integer ko'rinishda chiqarsin. Integral ko'rinishda chiqarsin. Integral ko'rinishda chiqarish uchun raqamlarni o'zini to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'ysangiz, integral ko'rinishda chiqaradi. Ya'ni integer butun sonlar ko'rinishda chiqaradi. Masalan, 0 deb yozsak, virgul mana bu 0 qiymatda chiqaradi. Keyin 25. Mana 25 demak 100 bo'lsa, 100 plus bor. Bizda 100 plus bor. Demak, virgul. Keyingisi demak 13 ekan. 13 ekan. 13imiz 200 plus. Masalan, 200 bizda ro'yxatda 200 plus. Virgul. Keyingisi 12. Bu joyda demak bir raqami. Masalan, bu integral son bo'lsin. Keyingisi 24. Masalan, keyingisi bu 24 nechiga teng? Ikkinchi raqamiga.
keyingisi 94 ekan. 94 raqamli kodimiz. Demak bu joyda 3-raqamga teng. Demak 12, 8. 4 raqamiga teng. Xo'p, keyingisi 28. Bu joyda 28 5 raqamiga teng. Demak 90 ekan. 90 bu joyda demak 6 raqamiga teng. 6 raqamiga teng. Mana. Keyingisi oxirgi qatorimiz 66. Kodlisi bu demak 7 raqamiga teng. Demak 82 kodli raqamimiz demak bu 8-chi va oxirgisi 74. Demak 74 raqamli kodimiz 9 ga teng bo'ladi. Figral qosni yopamiz. Demak, umumiy ro'yxatlarni, aralash ro'yxatlarni joylashtirdik. Keyingi qismimiz bu ro'yxatni funksiyani ichida ishga tushirishimiz kerak. Airbit haqiqatan ham bu kodlarning ichidami? To'g'ri. Endi print chiqarsin. Faqat endi Airbitni emas, Airbit faqat raqamlarni o'zini chiqaradi. Buni ichidagi ro'yxatini ko'rib chiqarsin. Ya'ni Airbit ichidagi ro'yxatni chiqarsin. Bu degani biz airdict degan kutubxona yasadik. Nimani? Bu joyda ro'yxat yasadik. Ro'yxat, demak aralash ro'yxat. Ro'yxatning ichida Airbitni chiqarsin. Demak bu faqat print deb ro'yxatning ichida ma'lum bir moslashgan, demak 69 emas, chini o'zini chiqaradi. Airbitning ichidagi airdictni chiqaradi. Demak nima airdictning ichidagi airbitni moslashtirib chiqaradi. To'rtburchak qovus bo'ladi. Demak to'rtburchak qovus bir ro'yxatni demak ichidaligini bildiradi. Airdictni shuni ichidan chini chiqaradi endi. Endi buni emas, Airbitning ichida bosganimizda ro'yxatning ichidagi har bir moslashgan bu joydagi 0 yoki 1 yoki priv va hokazo bo'lgan demak raqamlarni yoki belgilarni chiqaradi. Demak sinab ko'ramiz. Hop. Chi deb bosdik. Mana chi minus chiqdi. Chi chiqdi. 20 volt chiqdi. 0 chiqdi. 1 chiqdi. 4 7 va hokazo. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, demak bu joyda terminalda chiqdi, lekin LCD displeyda chiqmadi. LCD displeyda chiqarishimiz uchun nima qilamiz? Bu yerda faqat print o'zini chiqargan edik, ham demak LCD chiqarishimiz uchun boyagi LCD displeyni ishga tushiramiz. LCD nuqta deymiz. Avval ichida matn qolib ketgan bo'lsa, demak o'chirsin, clear. Mana. Demak LCD deymiz, nuqta. Qayerda yozsin? Demak joylashuvni Movto bo'ladi. Bu qayerda joylashganini. Qayerda joylashsin? Boshida joylashsin, 0 joyda. 0,0. Bosh birinchi qismida joylashsin indeksi bo'yicha. Keyingi qismi LCD demak umumiy ekranda, monitorda demak buni terminalda chiqargan matnni yoki belgini chiqarsin. Ya'ni LCD putstring bo'ladi. Nuqta putstring bo'ladi. Mana putstring nimani chiqarsin? Demak satr, endi e'tibor bering, mana bu joyda bizda hozir aralash ro'yxat chiqdi. Terminalda aralash ro'yxat chiqyapti. Bu joyda integrallar ham mavjud. Bu yerda priv, ya'ni bu satrli ko'rinish, ya'ni matnli ko'rinish ham bor. Butun sonlar ham bor. Shuning uchun biz matnlini ham demak integrallarni ham ikkalasini ham bitta umumiy qilib faqat matnli ko'rinishda chiqaramiz. Sababi LCD faqat stringda ishlaydi. Demak str ni joylashtirishimiz kerak. Str ni ichida bo'lsin ro'yxatimiz. Ya'ni airdict mana ichidagi ro'yxatning ichidagi airbit chiqsin, qovusni yopamiz. Demak bu monitorda ham, LCD displeyda ham natija chiqaradi. Mana ko'ramiz. Boshlashni bosamiz. Syntaxis error deyapti. Airdictda. Clear.
Ha, bu yerda bitta qog'oz qolib ketibdi. Mana endi sintaksimiz to'g'ri chiqdi menimcha. Mana boshlaymiz. Endi sinab ko'ramiz. Ekranda hozir yonda chi. Bu yerda chi yonda. 100. Bu yerda 100. 0. Bu yerda 0. 5. 7. 6. 2 va hokazo. Chi plus. Demak, monitorimizda ham, demak, LCD displeyimizda ham, demak, kompyuter ekranimizda, demak, terminalda ham bir xil, demak, ma'lumot chiqyapti. Demak, ushbu darsimiz sizga tushunarli degan umiddaman. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr sog' bo'ling. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozishni unutmang. Biz doim sizlarni qo'llab turishga harakat qilamiz. Bizni ham qo'llab turishni unutmang. Xayr sog' bo'ling.